Mirzo Ulug'bek metrodan uzoq borsa 200 metr pastga tushganingizda Chilonzor T kvartalga qaraydi. 5 qavatli domni birinchi qavatidan 2 xona 3 xona qilingan uyimizning obzorini ko'ramiz. Bu ko'rayotganinglar orqa tomondan eshik ochilgan orqadagi hovli hisoblanadi. Bu tomonimizda balkon. Aslida kuxnya bu yoqda bo'lgan, kuxnya hozir balkonga olib chiqilgan holatligi. Bu zalimizning ko'rinishi o'rtoqlar, hammasi videoda ko'rinyapti. Bu eski kuxnyaning o'rni hozirgi holatda bitta xona bo'lib turibdi. Bu tomonga keladigan bo'lsa uzun prixoshkasi, podyezddan kirdinglar, o'ng tomoningizda zal, kuxnya, balkon bo'pti. Bu yerda vannasi, hojatxonasi, spalnyasi. Endi vannani bitta ko'ringlarsizlar. Bu yerda vanna, bu hojatxonasi. Keyin dalcha o'tadigan bo'lsanglar, mana shunaqa prixoshkadan kirib kelasizlar va spalnya xonamizga kirib kelib, mana shunaqa manzaraga ko'zinglar tushadi. Bu yoqda ham sharoitlar qilib qo'yilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, bu joyimizni Chilonzor T kvartalida joylashgan 2 xona 3 xona qilingan birinchi qavatdagi uyimizning obzorini ko'rdinglar. Narxiga keladigan bo'lsa, $74,500 so'raymiz. Ozroqini kelishtirib baraka qilinadigan joy bor. Qaytkincha xohlasanglar yarmini naqd, yarmini ipoteka qilsanglar ham bo'ladi. Uy-joy sitidan uzoqlashmanglar. Uy-joy sitiga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.